Uchta imtihon uchun tikkan ko'ynagim, materiali va fotosessiyasi hammasiga necha pul ketdi? Videoni oxirigacha ko'ring, hisoblab aytaman. 3,5 metr 300 mingdan gifyo, 4 metr 50 mingdan prokatniy atlas 4 metr 40 mingdan, ichiga astar 3 metr 30 ming. Yengiga orqasiga 10 mingdan 3 ta zamon. O'zini matosidan donasi 2 mingdan tugma yasattirdim. Hamma matolarimiz Sumaya tekstil magazindan olganman. Pastda aytmadik qilaman, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Ko'ynakni o'zidagi novon rang ro'mol, ili shapka 130. Sessiyadan oldin обязательно salonga boraman. $50, 630. Chilonzordan Yunusobodga, Yunusoboddan Parusga, Parusdan yana uyimga, taksiga общий hisobda 150-180 ming. Orada yana ovqatlanib oldim. 2 ga yozilgan edim, erta kelib qo'yimman. Mendan oldingi qiz fotosessiya qilayotganlarda shunaqa oynada videoga tushib oldim. Aytgancha fotosessiya 1 soatda studiya bilan fotograf hammasi 550 ming. Elimdagi qilib shunaqa chiroyli kadrlarni olib berdilar. Shunaqa o'zimga yoqdi. Tikishim uchun o'qishimga 2 oy 2 milliondan pul to'ladim. Telegram yurg'izish kursimga yaqinda nabor ochildi. Profilim shapkasidagi silkaga kirib, Telegramdan murojaat qilsangiz sizlarga javob berishadi. Birinchi potok bo'lgani uchun unaqa ko'p o'quvchi kommentariyada hammasi necha pul bo'lganini yozib qolgan. Sizga yoqdimi? Bemalol вечерний ko'ylaklarni zakaz bersanglar bo'ladi. 20-25 kun oldin zakaz qabul qilamiz. 100% peredoplata bilan. 2 marta kelib ketasiz, xolos. 1 marta razmeringizni o'lchatib ketasiz, 1 marta primerkaga kelasiz, keyin ko'ynagingizni o'zimiz chiqazib olamiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang.